mashqlar yuqori intensivlikda bo'lib, 15 daqiqadan ko'p davom etmaydi. Shunga ko'ra aytish mumkinki, siz juda qisqa vaqtda natijasini seza boshlaysiz. Sizdan talab qilinadigan yagona narsa mashqlarni bajarayotganda to'g'ri harakatlanishdir. Bajarish qoidalari. Mashg'ulotni boshlashdan avval 5 daqiqalik yengil badan tarbiya qilib oling. Buning uchun o'tirib turish, qo'llarni va oyoqlarni silkitish, aylantirish, bukish, bo'yin va tizzalarni ham unutmang. Taymerni 15 daqiqaga sozlang. Mashqlarni ketma-ketlikda bajaring. Zarur bo'lib qolgandagina tanaffus qiling. Ushbu mashqlarni 15 daqiqaga necha marta ulgursangiz, shuncha marta takrorlang. Mashqlarni haftada 3 marta kun ora takrorlang. Aylanmalar sonini oshirishga harakat qiling. 3 haftadan so'ng mashg'ulotlar vaqtini 20 daqiqaga yetkazing. Sakrab o'tirib turish mashqi. Oyoqlarni keng yoyib, poyafzal uchini tashqi tomonga qaratasiz. Sonni biroz orqaga qilgan holda tizzadan to'g'ri burchak hosil qilib o'tiring. Shundan so'ng yuqoriga sakrab, yengil tushing 12 marta. Qo'lni ko'targan holda bukib yoyish mashqi. Planka holatida turing. Oyoqlar, bel va bo'yin to'g'ri chiziqli hosil qiladi. Oyoqlar va qorin mushaklari taranglashgan. Nafas olishda qo'lni tirsak uzra to'g'ri burchakda bukib, pastga tushirasiz. Nafas chiqarishda qo'llarni tekis holatga keltirishda bir qo'lingizni qarshi yelkaga tekkizing. Navbati bilan 12 marta bajaring. Tizzada ham shunday qilsa bo'ladi. O'tirib sakrash mashqi. Planka holatida turing. Oyoqlar, bel va bo'yin to'g'ri chiziqni hosil qiladi. Oyoqlar va qorin mushaklari taranglashgan. Sakrash orqali oyoqlarni kaftlarga cho'zing. So'ngra qo'llarni ko'targan holda sakrang. Hammasini boshidan 12 marta takrorlang. Tirsakka tayangan holda tizzani bukib yoyish mashqi. Tirsakka tayangan holda planka holatida turing. Chap tizzani chap tirsakka yetkazing. Avvalgi holatga qaytib, o'ng tizza bilan shu mashqni bajaring. 12 marta takrorlang. Tepaga va yonga sakrash mashqi. Yarim o'tirgan holatda tepaga va yon tomonga sakrang. So'ngra ayni shuni qarshi tomonga amalga oshiring. 12 marta takrorlang. Qo'lni ko'targan holdagi planka mashqi. Planka holatida turing. Oyoqlar, bel va bo'yin to'g'ri chiziqni hosil qiladi. Oyoqlar va qorin mushaklari taranglashgan. O'ng qo'lingizni sekin ko'tarib, polga parallel holatga keltirasiz. Bunda o'ng oyoqni ham joyidan yonga siljitasiz. Avvalgi holatga qaytib, chap qo'l va oyog'ingiz bilan shu mashqni takrorlang. Bu mashqni bir tomon bilan 3 marta bajaring. Tizzalarni bukib sakrash mashqi. Oyoqlar yelka kengligida, tizzalar biroz bukilgan holatda turing. Sakrang va shu vaqtning o'zida tizzani imkon qadar ko'ksingizga yetkazishga harakat qiling. Yengil tushing, 12 marta takrorlang.